Assalomu alaykum. Bizni ijtimoiy tarmoqda kuzatuvchilar. Ko'rishinglar mumkin, navbatdagi kravatimiz Qatirchi tumaniga kelib o'rnagan, Navoiy Qatirchi tumaniga. Razmerlari 3 ga 4 bo'ladi. 20, 18, 20 ta odam sig'adi. Xo'p, 4 ta pochasi yong'oqdan, qolgan joylari sasnadan. Razmeri katta bo'lganligi sababli bunisi 25 bo'lgan. 25 ga 4,5 qalinligi. Gullari bir nafis chiqqan. Baribir bitta zakaz qilsani uyga kelganda ko'rgan bir tabiiy boshqa. Telefonda yaxshi chiqmayapti mo'ljalda. Kech kirganda olyapmiz. Ko'rishinglar mumkin, gullar bir ajoyib chiqqan. Juda unaqa burchatkali, chiroyli garajlarga juda bagati turadi. 6 ta g'ildiragi bor, 6 ta oyog'i bor. Noshkalari 100% yong'oqdan. Ko'rishinglar mumkin, xon taxtalari bir chiroyli chiqqan mana. Pastda nomerlarni qoldiramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqaverasizlar. Olib borib o'rnatib, ko'rsatib bergandan keyin pulni sanaverasizlar mana. 5 yil garantiyasi bor, xudo xolasa.